Zo'rligini qaranglar. Ayollarga gullar yarashadi. Ovqatni o'rniga yeyman. Burnimdan cho'pchasini tiqib nima bilganimda derman, chunki sababi qaranglar, sevgili nima oldi? Ketachani, bunaqa tapchikachaligidan. Gapirordilar-ku, tapchika. Tapchika ham bor. Yo'q, kiyimam bor. Chiroyli sevgili. Sariq yoqdim. Yo'q, oq qora bor. Hamma sariqdan yo'q-ku. Hamma beshni hammani bor mana. Zo'r sevgili. 20 ming won ekan. Men ham xohladim boshqacha. Krossovka xohladim, lekin yoqmadi damanga, chiroylisi yo'q ekan. Sen yo'q ketilyapmi? Yoqadi. Menga ko'p hammasi yoqadi. Yoqadi. Faqat hozir stilni kiyim olmaganman-da unga. Stilni kiyim olishim kerak. Qizlarjonlar, xayrli kun. Men hozir yana magazinga borib keldim. Hozir sizlarga nima olganimni ko'rsataman. Birinchi bo'lib zo'r narsani ko'rsatmoqchiman. Dadadadam. Qaranglar. Sochimga kraska oldim. Endi sochimni bo'yaymiz. Lekin qachon bo'yashimni bilmayman. Shu erta indinmi sochimni bo'yaymiz. Mana bunaqa rangga qaranglar. Bilmadim bu rang qanaqa chiqadi. Menimcha mana juda ochib bo'lmaydi baribir sochim. Xullas, mana shunaqa kraska oldim. Bu kraskadan oldin ham ishlatganman. Videolari bor. Mana bunaqa pomponli, ko'pikli, shampunli. Xullas, sochim bo'yaganda albatta sizlar bilan birgalikda bo'yayman. Keyin esa mana bunaqa oldim, qaranglar, tuxumcha. Rosa yoqdi. Buni men oldin ham ko'rganman. Juda ham og'im kelgan, lekin magazinda ko'rmaganman, internetda ko'rganman. Mana bunaqa tuxumni pishirayotganda, qaynatayotganda shuni suvga solib qo'yadi va tuxum qanaqa pishganini ko'rsatib turadigan tuxumcha, qaranglar. Rosa qiziqdim. Xuddi bir zo'r narsa-da, xullas bu. Misol uchun solib qo'yamiz. Tuxumimiz masalan mana bunaqa chala pishganda mana bunaqa rangga kirar ekan birinchisiga, keyin o'rtacha bo'lganda mana bunaqa rangga, butunlay hamma joyi pishganda mana bunaqa oppoq ko'rinishga kirar ekan mana tuxumcha. Hali ishlatib ko'rmadim. Shoshilyapman ishlatib ko'rishga. Menimcha bugun tuxum qaynatib ko'raman ataylab, shuning uchun rosa yoqib qoluvdi. Bugun ko'rib qoldim magazinda. Oldim. Qaranglar ajoyibligini. Voy, buni qaranglar. Tuxum ko'rinishida ramzo'r. Mana bunaqa paketchalar oldim. Bu paketchani mana bunaqa ichiga baliq, kichkina baliqchalar, chesnok, pisnok, har xil narsalarni sho'rvaga solganda ularni yengilgina olib tashish uchun oson bo'lgan paketchalardan oldim. Bilsalaring kerak. Uyda yo'q edi. Shuning uchun boya sho'rva qilishda olib keldim. Mana bunaqa ko'rinishda ekan. Birinchi marta olishim bundan. Mana bu yerga chesnok baliqchalardan soldimda, keyin mana bu yerda mana bunaqasi bor ekan. Bunaqa qilib qo'yib sho'rvaga sovurib, birato'la uni qilsa bo'lar ekan. Osongina olib tashish uchun qulay bo'lgan paketchalar. Mana shunaqa oldim. Bu 2000 won ekan. 38 ta ekan ichida. Keyin perchatki oldim. Perchatkani. Qaranglar. 3 ta tuxum qo'yuvdik. Tuxumni ko'rinishchasini qaranglar, asalchani.
oppoq bo'lgandan keyin pishar ekan. Sarig'i bo'lmasligi kerak ekan umuman. Zo'rligini qaranglar. Xursand bo'lib ketaman ko'rib. Chicken zakaz qildim. Souslari turp. Bugun faqatgina quraydi chicken zakaz qildim. Yangniyom yo'q, yangniyom zakaz qilmadim. Pepsisi bilan keldi. Yoqqanda ishtaha. Biz hozir bozor qilib kelyapmiz. Birinchi baton oldik. Keyin mana bunaqa popali tost oldik. Nimaga desalaring, mazza qilib tost qilib yetmanda, chunki men yo'q, normalniku. Chancha. Ko'p bor. Keyin anaqa tovuq go'shtini Ko'krak. bag'irchasidan oldik. Voy xudoyim, men bag'irchasidan oldik. To'g'ri-ku. Ko'krakchasidan oldik. Nomi nima? Keyin menga futbolka oldik. Mana ishga kiyishga oppoq formamiz ham oppoqda, shuning uchun oppoq futbolka oldik. Keyin kivi oldik. Pachaq o'qimagan qo'rqtash. Yo'q, pachaq bo'lmagan. Voy ko'rsalaring. Noklar oshgan. Hozir uyda bitta nok bor, o'shaning uchun yana bitta nok oldik. Mana bu bitta nokni o'zi 5000 won, mana 4980 won. Oshgan, tugayaptimi? Bilmadim. Tezam tugayaptimi? Salat bargi, bolgarskiy, shokolad, mana bunaqa shokolad chiqqan. Bular hozir arzon. 990 wondan. Endi yangi chiqqani uchun shunaqa arzon. Hamma o'rgangandan keyin 2000 won bo'ladi bu. Keyin kurkani oyog'idan oldik. Muncha katta ekan. Zo'r, ha? Qaranglar, asalchaligini, kurkani oyog'i. Buni sizga kechqurun pishirib beraymi? Kechqurun pishirib berishim yo'q. Yo, bugun kechqurun. Kesatlar. Birozdan keyin. Bugunmi? Bugun emas, ertaga. Brokoli, pomidor, qalampir, juda ham katta qalampir. Bu ana bodring qalampir deyiladi, achchiqmas qalampir. Tanmuji, turp, sariq turp. Nima u deysizlar-ku mana, tanmuji. Rosa mazali turp. Bunaqa uzun sholg'om bo'ladi, uzun turp bo'ladimi, deyman, bu? Uzuni, boya kesilmaganlari bordi, 5000 da olmadim. Mana barib. Xuddi batonga o'xshab. Bunday zavodda to'rtcha qilib kesiladi. O'sha yerda kesilmaganlar ham bor edi. Boya. Keyin ancha oylardan beri mana endi bodring oldik. Yeyish uchun. Chunki ometganimiz sababi yeyolmay qolib ketaverdi. Rosa ana bu yomon bo'lib qolaverdi. Pecheni juda ham mazali pecheni. Sizga yoqadi? Sayyor. Menga yoqadi, yumshoq. Sutida yaxshi ketadi. Ana bu shirin pirin yo'q-da, yaxshi. Yoqimli. Menga azaldan shirin bo'lgan pechenyelar yoqmaydi, marmelad, shokolad. Sir oldik, sirda rosa yeymiz chunki. Tostlar. Yeymiz qo'yamiz. Keyin voy, olma oldik 10,000 wonga. Keyingisi. Ajrataymi? Ha. Mana bu paket 700 won. Bu paketga musor solib tashlaydiganda, musorni mana shunaqa paketga solish kerak. Musor uchun paket. Keyingisi yana bitta bor. Keyin Sanjar akam uchun karom. Sanjar akam ana parhez qiladi-da bir yildan beri. Sizlar bilmaysizlar. Parhez deyversa, to'g'ri ovqatlanadi. To'g'ri ovqatlanadi. Parhez. 10 kilo tashladingiz-ku zato. To'g'ri ovqatlanadi. Ko'rdinglarmi? Sanjar akam yogurt yeydi ertalab zavtrikka. Qanaqa ozdir desalaring, Sanjar akam ertalab yogurt yeydi. Bitta dona yeydi, yong'oq mayiz qo'shib yeydi, bo'ldi. Ta'lim? Ertalab Sut bilan shekman qachon yeysiz? Ertalab o'sha uyg'ongandan iliq suv ichaman. Sanjar akam. Keyin o'sha 8 da
o'sha shikpang nima deyiladi? Tostno. Tost buxanka bilan bitta sirni listichka yeyman, sut ichaman, bir chashka. Keyin 10 da yogurt bilan yong'oq mayiz ozgina qo'shib yeyman. Keyin obedda normalnidan kamroq ovqat yeyman. Keyin 3 ta olma bilan kivi yeyman. 5 ta normalidan kamroq ovqat yeyman. Kelib limon ozgina kesilganini limon chaynayman. Mineralka ham bor. Polni suv ichib yuraman. Polni. Keyin 7 da sabzi yeyman mineralka bilan. Kelib meva yeyman. Ovqat yemaysiz. Sok ichadi, bo'ldi. Shu bilan Sanjar akam mana 5 oyda 10 kilo. 5 oyda 10 kilo tashadi. Boya tost degani mana bitta dona tost bor-ku, shuni bitta donasi bilan mana bu sirni bitta donasini yeydi-da. Sanjar akam ertalab zavtrakka boshqa hech narsa yemaydi, ko'p narsa yemaydi. Ko'p narsani faqat shanba yo bozor kuni yeyishi mumkin. O'shani qilib Sanjar akam qanaqa siri bor desalaring agar. Simichka oldik Sanjar akam. Sana jismoniy mashq qilmadim, dori ichmadim. Sok oldik Sanjar akamga. Ikkalamizga. Men o'sha yemayman-da uni. Ismi nima deydi? Baliqli konserva. Baliqli konserva. Tuna balig'iniki. Tuna ya. Ikkita. Buni Sanjar akam uchun sos oldik. Bu sousni mana bu karom bilan salat qilib yeyiladi ekanda. Sanjar akam yaxshi ko'radi. Men endi yomon ko'raman masalan. Agar kivi to'g'ri olgan bo'lsam sos. Limon suv ichadi Sanjar akam. Ozgina ichadi. Keyin vaqti bo'lganda uyda yogurt yeydi. Mana bu o'zimizning qattiq kefirni o'zi kopyasi. Sabzi mancha. Mana shunchadan sabzi olib ketadi Sanjar akam. Mana shunchadan yeydi. Shunaqa qilib organizmi yaxshi bo'ldi-da Sanjar akamni. Qorinlari chiquvdi. Yigit bo'ldi Sanjar akam. Kola oldik. Kolani yana ko'p ichyapman, chota shu kunlarda bo'ldi. Shu hammasi 95 ming bo'ldi. 95 ming so'm bo'ldi. Mana eng yo'qdan Xayrli tong hammaga. Qaranglar. Voy, hozir budilnigim chalsam, bunday qarasam gul turibdi ekan. Hayron bo'pman, qaranglar. Buncha chiroyli bu. Go'zalligi. Voy. Go'zalligini hozir uyg'ondimda. Shunga gaplarim chalgashib ketadi. Qaranglar. Chiroyliligini Sanjar akam qachon olib kelgan buni? Qachon olib kelib, qachon tashab ketgan buni Sanjar akam? Endi soat 9 bo'ldi, chunki ertalabki. Qoyil. Go'zalligini xursand bo'lib ketdim. Ajoyibligini qaranglar. Zo'r. Kecha oldingi ikkita gullarimni tashagan edim, so'laganiga. Qaranglar, yana bitta keldi. Rahmat. Xursand bo'ldim. Xursand bo'ldim. Ayollarga gullar yarashadi. Chiroyliligini qaranglar, xursand bo'ldim. Qaranglar, ajoyibligini. Xursand bo'ldim. Hozir sevgilimga minnatdorchilik yozamiz. Xursand bo'ldim. Rahmat. Ajoyib. Uyqularim ochilib ketdi. Bu jildagim chaluvdi. Buni ko'rib uyqularim ochilib ketdi, to'g'risini aytsam. Ajoyib. Xursand bo'ldim. Xursand bo'ldim. Zo'r. Hammaga xayrli tong, qizlar.
shunaqa sizlarga ham bilmaganlaringda kutilmaganda shunaqa qilib tabriklarsan. Sizlar ham hozir men his qilgan tuyg'ularni his qilinglar. Hayrat, muhabbat, quvonch, ayolliklaringni his qilinglar. Sizlarga shunaqa narsalarni sizlarga mana shunaqa his tuyg'ularni tilayman. Xayrli tong hammaga. Xayrli kun hammaga. Men hozir bir o'zimman anoga kelganman. Korona komsa. Koronavirusga tekshiruv bo'lyapti hozir bizda. O'shaning uchun hozir kelganman. Juda ham odam ko'p. 630-raqamdaman. Qaranglar, qanaqa ko'p odam. Ana, har juda ham ko'p. O'sa ko'p. Mana bu yerda chiroyli kafe bor ekan, bilmas edim. Kafe bo'lsa agar ovqatlarini ham chiqarib qo'yibdi. Baflilar, shirinliklar dunyosimi deyman o'zi ham. Xullas, shunaqa. Hozir korona komsa olishimiz kerak. Korona tekshiruvi. Juda ham ko'p odam, juda ham. Bir o'zimman yana men simboli. Ochki ham yo'q. Ko'zlarimdan yosh oqib ketadi quyoshga. Xayrli kun. Xullas test topshirdim. Voy, ko'rsalaring. Shunaqa yomon ekan. Og'zimga niqimda qildi. Hech narsa emas u. Burnimga cho'pchasini tiqib, nima qilib shunaqa yomon tiqdi. Endi ko'rsalaring. Voобще qiynalib ketdim. Ozgina vaqt qildi-yu, lekin burunlarim oqib ketdi. Voобще yoqmadi menga. Endi ertaga javobi chiqadi. Burunlarim yomon oqib ketdi. Voобще tiqdi. Tepagacha tiqdi cho'pini. Yaxshi emas. Chiroyli emas. Hozir uyga ketyapman. Uyga borib yotaman, endi uxlayman. Qaranglar, men hozir marojniy olib keldim. Ko'rsalaring, men unaqa marojniy rosa endi hozirgi kunda men unaqa marojniyni yaxshi ko'rib yeyapman. Mana. Qaranglar. Bundan 3 ta oldim. Keyin mana buni ham yaxshi ko'rib yeyapman. Sanjar akam olib kelgandan beri men saqlab yedim. Mana buni ham yaxshi ko'ryapman. Faqat bular ovqat o'rnida, o'shaning uchun bularni men ovqatni o'rniga yeyman. Mana bu o'zimni marojniylarim esa ovqat emas, bular oddiy desert uchun ham yesa bo'ladi, lekin mana bularni desert uchun yesa juda ham odam yana ana bo'lib ketadi. Qorni juda ham to'yib ketadi, chunki buni kaloriyasi bor-da. Kaloriyasi bor, shuning uchun bularni ovqat o'rnida yeyman men ko'pincha. Mana uni esa ovqatdan keyin yesam ham bo'ladi. Mana shunaqa marojniylar oldim. Qaranglarni olib keldim. Mana bunaqa soch yana olib keldim. Uyda yana 2 ta bor. Eslaringda bo'lsa, yana 2 ta oldim bundan. Keyin mana qaranglar, chiroyliligini katta tishli taroq oldim. Chiroylisida. Qaranglar, 1000 won. Ommabop narx 1000 won. Eng arzon narsalar 1000 won. Kichkina
va arzon narsalar. Arzon narx hisoblanadi. Mingvon $1 da bu. 80 sent, 85 sent shunaqa. Zara. Solo es una y es lo que el corazón pide. Esta noche te vienes conmigo pa' que no lo olvides. Sentaditas en la arena y tú bailando más sirena. Esta noche somos tú y yo. Dale rumbo, mami. Xayrli tong hammaga. Ko'ryapsizlarmi? Bizda shunaqa yomg'ir, rosa yomg'ir. Hozir men stomatologiyaga ketyapman. Tishimni davolatishga. Bugun birinchi kun. Koreyada bitta tishni 1 oy davolaydi. Bitta oddiy plombani yoki bo'lmasa oddiy qiladi-ku, ustiga kiygizadi-ku tish. Hammasini shunaqa 1 oy davolaydi. Bugun birinchi kun. Xullas bitta tishga 1 oy qatnayman endi. Keyin boshqa tishlarimga ham pul yig'gan bo'lsam, boshqa tishlarimni ham davolataman. Nega pul yig'ganimda debman? Chunki sababi bitta tishni davolatish 450 ming won shunaqa. Sal narxi balandroq. Bu $430 shunaqa bo'ladi bitta dona tish. O'shaning uchun men ishlab pul yig'ishimga to'g'ri keladi. Qaranglar qanaqa yomg'ir. Peshkom ketaman. Chunki yurish foydali. Hozirgi kunda faqat yurishga harakat qilyapman. Bir joylarga peshkom borishga harakat qilyapman. Tishimni qildirib chiqdim. Hozir ketaman. Mana yerda gullagan daraxt ko'rib qoldim. Juda ham chiroyli daraxt. Sizlarga ko'rsataman. Bizda mana bahor endi keldi va daraxtlar endi kurtak yozib, ochilmoqchi bo'lib turibdi. Hali ochilmagan gullar daraxtlarda. Barik chiqaray debdi. Bir xil daraxtlar. Mana qaranglar, ajoyib daraxt. Ko'rinadimi? Katta gul. Katta gullar. Ko'rinmaydi ekan. Bugun haftaning oxiri, shanba kuni, shuning uchun qaranglar, odam ham yo'q, ham yomg'ir, hech kim ko'chaga chiqib kelmaydi shekilli. Hammaning mashina to'xtab turibdi bu yerda. Qaranglar. Shunaqa.